Assalomu alaykum Valijon aka. Alaykum assalom. 2025-yil O'zbekiston uchun, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun juda ham ajoyib ko'rsatkichlarga boy bo'ldi. Bir so'z bilan barakali bo'ldi. Davlatimiz rahbari yalpi ichki mahsulotimiz ilk bora tarixda 145 milliard dollardan oshgani haqida e'lon qildilar. Butun dunyodagi murakkab vaziyatni guvohi bo'lyapmiz va mana shu jarayonda O'zbekiston barqaror o'sishni, barqaror rivojlanishni namoyon etyapti. 2025-yil siz rahbarlik qilayotgan jamoa uchun qanday keldi? Qanday o'sish ko'rsatkichlari qayd etildi? Shu kundagi yutuqlar, shunday muvaffaqiyatlarni umuman bir 10 yil avval faraz qilish qiyin edi. Hozir biz qaysi joyga bormaylik, shu narsa aytiladi. Ko'pchilikning havasi keladiki, siz shunday muhitda, shunday sharoitda, shunday davlat rahbari ixtiyorida, shunday rivojlanishda bo'lyapsizlar. Havas qilish darajasida bizni rivojimiz. Iqtisod rivojlanib ketyapti, jiddiy rivojlanib ketyapti. Mamlakatimizning aholisida mulk ko'paydi. Uy-joy masalasida deymizmi, bu transport masalasi deymizmi, yana shu tarafi kishini xursand qiladiki, shu kungacha mana shu darajaga erishdik. Demak, bu yoqqa ham rivojimiz yana ham tezlashar ekan. Ya'ni 200 milliardlik marra bo'lar tez orada. Shu marrani ham tez orada, tez kunlar, tez yillar ichida erishamiz degan ishonch bor. 2025-yil kompaniyamiz bo'yicha o'sish 1,5 baravar bo'ldi. 250 qo'shimcha ish o'rni yaratildi. Bir yil davomida salkam 500 kishi edik, hozir 740 kishilik jamoaga aylandik. Eksport ko'rsatkichlarimiz 3 baravardan ko'proq oshdi. O'zi eksportimiz 17-yildan boshlangan, ungacha eksportimiz yo'q edi. 23-yil ko'rsatkichimiz eksportimiz 1,5 million dollar edi. 24-yil ko'rsatkichimiz salkam 3 million dollarga yetdi. Bu yilgi ko'rsatkichimiz mana salkam 10 million dollarga yetdi. Eksportni har yili 2 baravar oshirish mo'ljalimiz bor edi. 200 kishini ishga olamiz degan rejamiz bor edi. Rejalar, prognozlarimiz oshig'i bilan amalga oshirishi iloji bo'ldi. Kutganimdan bizda albatta baland bo'ldi. Davlatimiz rahbarining faoliyatlarida chet el bilan safarlar juda faol ki pirovar natijada bizni mamlakatlar bilan ishlashimiz, mamlakatlar bilan rivojimizga albatta birlamchi ta'sir qiladi. Davlatimiz rahbarining qay darajada faolligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Biz bu yil Nyu-Yorkda bo'lgan Bosh assambleyani sessiyasida ishtirok etgan delegatsiya sostavida bordik. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik tadbirkorlari bilan bo'lgan uchrashuvni tarkibida men ham bor edim. O'sha yerda men qay darajada mukammal, murakkab, juda haligi katta masalalar u yerda 100 milliardlab dollarlar to'g'risida bo'ldi. Shu darajada qiyinligini, juda ham katta mas'uliyat talab qilishini, juda katta insondan energiya talab qilishini ko'rib turibmiz. Biz davlat rahbarimizning faoliyatini diqqat bilan eshitamiz, ko'ramiz. Biz uchun bu o'rnak bu. Hayron qoladigan darajada quvvat, e'tibor, hammasi albatta xalqqa bo'lgan munosabat, xalqqa bo'lgan mehr-muhabbat o'sha kuch beradi. Bu bizga o'rnak. Biz ham o'z yo'nalishimizda mana shunaqa faol bo'lishga baholi qudrat harakat qilamiz. Yevropa bozori Germaniyaga, Slovakiyaga kirib borish iloji bo'ldi. Shu jumladan Koreya bozorlari ham ochish iloji bo'ldi. Fors ko'rfaz mamlakatlarida Dubayda ofis ochdik, Dubayda ombor oldik. Omborga mahsulotlarimizni olib borib yanvar oyidan rejalashtirganmiz. Biz o'sha yerdan savdo qilishni tashkil qilmoqchimiz. U Fors ko'rfazi mamlakatlari uchun. Bizning rejalarimiz keyingi yilga eksportni kamida 2 baravarga oshirish, ya'ni 20 million. Salkam 20 million ko'rsatkichga chiqarishga harakat qilib turibmiz. Mana qo'shimcha Iroq Islom Respublikasida yangi bozor ochish harakatida, shu jumladan yana Suriyaga ham borilyapti. Iroqda, Bag'dodda iliqlik bilan, e'tibor bilan kutib olindik. Muloqotlar juda barakali bo'ldi, ijobiy bo'ldi. Ko'p sohalarda rivojlanish, shu jumladan Iroqqa masalan eksport qilish imkoniyatlari uchun yo'l ochildi. Biz o'zimiz kompaniyamiz ham, biz ham shu yerda katta bir retailer, ya'ni katta bir savdo yo'nalishini rahbarlari bilan uchrashuv bo'ldi. Nimalar evaziga bo'lyapti deb o'ylaysiz bu natijalar? Avvalambor biznes muhit.
bizda oldin bezovtalik bo'lardi, ertaga nima bo'lar ekan, indinga nima bo'lar ekan deb bizda hozir o'sha bezovtachilik yo'qoldi. Mustahkam ishonchimiz borki, yildan yilga biznesga bo'lgan munosabat, biznesga bo'lgan ijobiy munosabat rivojlanaveradi, biznesga ochiladigan yo'l mukammallashtiriladi, yengillashtiriladiki, bu bizni baland rejalarni qo'yish, baland ko'rsatkichlarni qo'yish uchun asosiy sabab. Davlatimiz rahbarining qo'llab-quvvatlovi sizlarga shu ishonchni bag'ishlayapti. Albatta biz har bir qadamda sezamiz. O'zbekistonda misli ko'rilmagan, dunyo havas qiladigan, biz dunyoning ko'p mamlakatlarida bo'lamiz, u yerda tadbirkorlar bilan muloqot qilamiz. Bu bizdagi bo'layotgan yangiliklar, bizdagi bo'layotgan istiqbollar, biznesga bo'layotgan munosabat ijobiyligini dunyo ham ko'rib turibdi. Biz esa o'z faoliyatimizda, har kungi harakatimizda bu narsani sezib turibmiz albatta. Angren iqtisodiy zona Ohangaron blokida 21 million dollarlik loyiha amalga oshirishni boshladik. Qurilish ishlari jadal amalga oshirilyapti. 26-yilning birinchi yarim yilligida birinchi navbatda ishga tushadi, xudo xolasa. 27-yilda esa ikkinchi navbatda ishga tushadi. U yerda ham 20 ming tonna mevani qayta ishlash uchun jihozlar qo'yayapmiz. Mevalarni, sabzavotlarni fermerlardan, aholidan sotib olib, uni qayta ishlab O'zbekiston bozoriga va dunyo bozoriga chiqarish niyatimiz, istagimiz bor. Fermerlardan, aholidan 55 milliard so'mlik mahsulot sotib oldik. Kamida 2 baravarga oshiradi Ohangaron loyihamiz ishga tushgandan keyin. Demak, biz kelajakda 27-yilga borib har yili kamida aholidan 100 milliard so'mlik mahsulot sotib olishimiz iloji bilan. Yurtimizda juda yuqori sifatlik, mazasi, ta'mi yuqori bo'lgan mevalar borki, o'sha mevalarni biz qayta ishlab dunyoga chiqarishning iloji bor. Bu juda yaxshi ko'rsatkich, yaxshi vaziyat. Davlat siyosatidan sezib turibmizki, yildan yilga bog'lar ko'payapti. U bizni xursand qiladi. Bizni keyingi rejalarimizni amalga oshirish uchun asosiy baza. Tez orada 100 milliard so'mlik mahsulot sotib olamiz. Yana shundayki, biz har doim ham eng yuqori sifatlik bozorbob, ya'ni bozorga chiqariladigan katta anor yoki katta olmani olmaymiz. Yoki katta o'rukni olmaymiz. Sifatlik, pishgan, yuqori talablarga javob beradigan, lekin nisbatan kichikrog'ini ishlatamiz. O'rik vaziyatida esa hashaki o'rukni ishlatamiz. U ham pishgan, lekin juda ham bozorbob emas. Biz shu o'rukni ham qayta ishlaylik deb yangiliklar qilyapmiz. Qoqi degan mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yayapmiz. Shu jumladan o'rik qoq. 20 million dollarlik eksportni mo'ljallayotgan ekansizlar. Bu degani 2026-yilda trilloner tadbirkorlar guruhiga qo'shilasizlar. Shunday harakatimiz, shunda ish boshlaganimizda biz shu darajada bo'lar ekanmiz, u ko'nglimizni ko'chasiga ham kelgan emas. Sharoit bo'ldi, rivojlanish bo'ldi. Mana yangi O'zbekiston davri boshlandi. Bizga bu qanot bo'ldi albatta. Mamlakatdagi o'zgarishlarga labbay deb javob berib, qo'shimcha ish o'rni, qo'shimcha mahsulot, qo'shimcha eksport, qo'shimcha soliq ta'minlab berishni amalga oshirishimiz zarur bo'ladi. Keyingi yil mahalla yili deb e'lon qilindi. Bu degan so'z davlatning siyosati mahallaga, insonlarni hayotiga bo'lgan e'tibor mukammallashishi to'g'risida mana fikr bo'layapti. O'ylaymanki, bu bejiz emas. Bu rivojlanish mahallani rivoji, insonni rivoji bilan bog'liq vaziyat. Jamiyatni faqat iqtisodini yaxshilash emas, balkim jamiyatdagi umuman ijtimoiy muhitni yaxshilash. Pirovardida u ijtimoiy muhit, insonlarni mahalladagi o'zgarishi, insonlarning ijobiy bo'lishi, ijobiy vaziyat jamiyatning umumiy rivojiga va shu jumladan biznes rivojiga ham hissa qo'shadi. Nazarimda ziyolilar, tadbirkorlar faol bo'lsa, yana ham mamlakatimiz ham iqtisodiy, ham ma'naviy rivoj bo'ladiki, prezidentimiz aytganlaridek insonlarni rozi qiladigan darajaga yetishar edik. Istiqbolli, kelajakli, obod yurtda biz yashayapmiz. 5 yildan keyin nima bo'lishini tushunib yetyapmiz. Rivoj bo'lishi juda mukammal rivoj. Lekin 10 yildan keyin qay darajada mukammal, shu darajada bo'ladiki, uni tushunib yetilish ham qiyin deb bo'lib qoldi holi. Shu darajada rivojlanish juda
tez, mukammal. Yilimiz yildan yilga yaxshi bo'lyapti. Inshaalloh keyingi yil ham yaxshi bo'ladi degan umidimiz, orzuyimiz bor. To'kis sochinlik yurtida yashayapmiz. Bundan keyin ham rivojimiz bo'ladi. Bu yo'lda hammaga avvalambor sihat salomatlik, xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, qut baraka, eng yaxshi tilaylarni tilagan bo'lardim.